O'rtoqlar, Toshkent shaharidan 710 dollardan kvartira bormi? Biz sizlar uchun shunaqasidan bitta zo'rdan topib qo'yganmiz. Sergeli 2 Turon metro va Sergeli Ruvodini yonginasida joylashgan 9 qavatli binoni 9-etajida 104 kvadrat, 4 xona, katta kvadraturali xonadon. O'rtoqlar, videoda o'tkazib olmanglar, xonadonni planovkasi bilan tanishtiramiz. Bu ko'rishlaringiz mumkin. Zal katta, keng, tashqariga qaragan oynalari bilan ko'rishingiz mumkin. Bu yoqqa yuradigan bo'lsalaring, qaranglar. Bu kirish qismi, uyga kirish, hol. Ko'ryapsizlarmi? Hol ham katta, bemalol o'zlarining shkoflarini, prixoshkalarini qilsanglar bo'ladi. Bu yoqda yotoqxona, spalnya. O'rtoqlar, koridor bo'ylab yuradigan bo'lsak, bundan keyingi xona oshxona. Oshxona ham ko'rishingiz mumkin. Rosa katta, keng. Katta oila uchun ideal variant bo'ladi. Bemalol 6 ta, 7, 8 tagacha bemalol odam bemalol o'tirishligi uchun imkon bor. Bu yoqqa yurib, keyingi xonaga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi yotoqxonasi ko'rishingiz mumkin. Yumshoq mebellari, mebel texnikalaridan mebellari qoladi, texnikalarni olib chiqib ketishadi. Bu yoqda sanuzilni, razdelni ko'rishingiz mumkin. Hammomi yonginasida hojatxonasi. So'nggi xona bu yoqda yana bitta zal, balkonni, ya'ni verandani ham ochib katta qilib qo'yishgan, tashqariga, shaharga qaragan o'zining oynalari bilan. Ko'ryapsizlarmi? O'rtoqlar, shunaqangi katta kvadratura, shunaqangi narxda topsa bo'ladimi? Men shaxsan aytaman, anchadan beri bunaqa narxni qo'ymadik. 710 dollar. Tezda pastda raqamlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqinglar, shoshilinglar, urgilib qolishlaring mumkin.